Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlar bilan Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asari haqida suhbat olib boramiz. Cheksiz dengiz, sokinlik bag'rida yolg'iz qayiq va hayot sinovlari qarshisida taslim bo'lmagan keksa baliqchi. Amerikalik buyuk yozuvchi, Nobel mukofoti sovrindori Ernest Hemingwayning jahon adabiyotida alohida o'rin tutuvchi Chol va dengiz qissasi insonning matonati, sabr-toqati, orzuga sodiqligi va hayot uchun kurash haqida hikoya qiladi. Asarning bosh qahramoni keksa baliqchi Santiago. U uzoq vaqt davomida baliq tuta olmaydi. Kunlar ketidan kunlar o'tadi, ammo uning qayig'i bo'sh qaytadi. Atrofdagilar uning omadi chopmayotganini aytishadi, biroq Santiago umidsizlikka berilmaydi. U yana dengizga chiqadi, chunki u uchun dengiz shunchaki tirikchilik manbai emas, dengiz uning hayoti, taqdiri va o'zini sinab ko'radigan maskandir. Bir kuni Santiago ilgaga ulkan baliq ilinadi. Bu oddiy baliq emas, uning butun hayotidagi eng katta sinov edi. Keksa baliqchi baliq bilan uzoq vaqt kurashadi, qo'llari og'riydi, tanasi holdan toyadi. Ammo irodasi sinmaydi. Uning qarshisida ulkan dengiz, qarshisida esa inson imkoniyatlarining chegarasini sinovdan o'tkazayotgan kuchli raqib turardi. Santiago uchun bu kurash nafaqat baliqchi uchun, balki o'zining insoniy qadr-qimmati, g'ururi va irodasi uchun kurash edi. Ba'zan inson kuchli raqibga duch keladi, ba'zan esa eng katta raqib uning o'zidagi qo'rquv, charchoq va umidsizlik bo'ladi. Ammo insonni buyuk qiladigan narsa taslim bo'lmaslikdir. Uning qo'llari jarohatlanadi, badani charchaydi, kuchlari kamayadi, lekin qalbidagi umid so'nmaydi. Ammo keksa baliqchi kurashni davom ettiradi. Chol va dengiz asari bizga insonning jismoniy kuchidan ko'ra uning ruhan bardoshi va irodasi kuchliroq ekanini anglatadi. Santiagoning kurashi orqali Hemingway inson hayotidagi oddiy ammo juda muhim haqiqatni ochib beradi. Mag'lub bo'lish, taslim bo'lish degani emas. Inson ba'zan maqsadiga yetmasligi mumkin, ba'zan uning mehnati kutilgan natijani bermasligi mumkin. Ammo agar u kurashni to'xtatmasa, umidini yo'qotmasa va o'ziga bo'lgan ishonchini saqlab qolsa, u ma'nan yengilmagan bo'ladi. Asarda Santiagoning yolg'izligi ham alohida o'rin tutadi, lekin uning yonida doimo mehribon bola Manolin obrazi gavdalanadi. Bola keksa baliqchiga ishonadi va hurmat qiladi, undan umidini uzmaydi. Chol va dengiz oddiy baliqchi haqidagi hikoya emas, bu inson va tabiat, inson va taqdir, inson va o'z irodasi o'rtasidagi kurash haqidagi buyuk asardir. Agar qalbingizda orzu bo'lsa, kurashing, agar yo'lingizda to'siq bo'lsa, bardosh bering. Agar yiqilsangiz yana turing, chunki insonni g'alabaga olib boradigan eng buyuk kuch uning irodasidir. Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asarini mutolaa qiling. Dengizdagi bir cholning kurashi aslida insonning hayot bilan kurashidir. Kitob o'qing, o'zingizni kashf eting, hayot sinovlariga matonat bilan qarshi turing.